Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Aziz, muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Bugun bu videoda sizlarga mavzuda ko'rayotganinglardek Xitoy jallatlarının, jallat başlarının xalqaro jinoiy ishlar sotiga berilishi haqida tushuncha berib o'tamiz. Bu qatimqi xabar Sharq Turkiston xalqini eng suyundirgan va suyundirdigan xabar bo'ldi. Bu hatto sarsaniylik hayotidagi Sharq Turkiston da'vo harakatida bir davr bo'lgich voqea deyishimiz mumkin. Bu qatimqi bu voqea bir tarafdan Sharq Turkistonliklarni ajoyib hayajonlantirib o'tgan bo'lsa, yana bir tarafdan butun dunyodagi asosli matbuotlar tarafidan xabar qilinib, bir maydon xabar to'lqini ko'tarildi. Bu jihatdan Sharq Turkiston kurash tarixining xabar rekordi bo'lib qoldi. Xabarlarning hammasi degidek mumkinsiz deyilgan Xitoylarni sotqa berish masalasiga hayronlik ifodalanishi bilan birga yana bir ishonchsizlikni qistirib o'tilayotganligi diqqatni tortadi. Bunday ishonchsizlik tutumi xalqimiz ichidagi bilarmanlardan mavjud. Her xil qitığırlardan mevcut ve düşman aygakçılarımı bu işençsizliklerini tilga ilish orqali kishilarning bu ish haqidagi suyunishini tuvallatish ko'rinmoqda. Kayfiyatni soğuklaştırışmoqda. Şundaqla millatni qutqazgıch tashkilotlaridimi bundaq ishonmaslik va bu ishonmasliklarni jamoatga terish orqali kishilardagi qizg'inlikqa suv sepish urinishlari mavjud. Uyg'urlarni qo'g'dashga oid qonunning ma'qullanishini 11 yil kechiktirgan bu doiralar va bu tashkilotlar qonunning ma'qullanishi bilanla go'yo o'murib charchab ketgandek ifodalarni ko'rsatib, men bu haqda bir karton filmni ilgari tilga o'tgandim. Muzikani mushuk urullaydi, chashqan uning muzika urulishini buzg'unchilik quchirtib, uni buzishga tirishib, bir tarafdan chashqanlaydi, bir tarafdan muzikaning ritmini buzmay chalimi deb, chashqan bu tarlarning ichlari kirib olib, rayalning ichiga. Bu mushuk bir qo'lida chelib, bir qo'lida uni tortib yurib, bu simfoniya oxirlashganda eng oxirgi kuni butun kuchi bilan besiblar, rayalning ustiga yiqiliblar, o'shadan ketadi chashqan. Nima? Mushuk. Chashqan bu fursatda sahnaning oldiga chiqib, qalpoqni elib, ko'pchilikka ta'zim bajo keltirdi. Tomoshabinlar kimning chelayotganligini ko'rmagachga, bu chag'an mush ekan deb, chashqanga olqish yog'dirdilar. Shunga o'xshash bu qonunni o'zlari ro'yobga chiqarganlik havosi estirgan edi. Shunga o'xshash bu ijtimo Xitoylarni sotqa berish mumkin emas deb yillardir bu ishga ta'tir inkos bildirib kelayotganligi bilinmoqda. Hatto advokatlar tarafidan g'idiqlangandimi? Mush ishni qiysoq deb. Ular bu ishni qilishni rad qilish bilan qolmay, vaqti yo'qligini aytishganligi oshkorlandi. Bu bilimdan tabiqimizning qarashicha, Xitoylar xalqaro jinoiy ishlar sudi ahdnomasiga imzo qo'ymagan davlat bo'lganligi uchun uni sotga bergili bo'lmaydi ekan. Mana shunday ahvollarni nazarda tutib, bu videoda bu qatimqi arz sunish jarayonining oldi-keyindagi ishlardan ba'zilarini xalqimiz bilan o'rtoqlashib, bu haqda oz to'la tushuncha hosil qilishni maqsad qildim. Qarindoshlarga ma'lum, yaqinqi yillarda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridan Burma, ya'ni bir ismi bilan Myanmar, musulmonlarni qatlam qilib,
musulmonlarning bir qismi Bengalga, ya'ni Bangladeshga qochib panolangan bir voqea bo'lib o'tgan edi. Birmi buddistlarning musulmonlar ustidan elib berilgan qirg'inchilik jinoyati Lahey'deki bu Lahey degan Hollandiyaning bir shahri xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining turishlik o'rni. Buning İngilizcedeki o'qilish ahangi buningga sal yaqin kelsimi yezilishi bek jiraqken İngilizce dahay deb o'qiladi ekan. Buni turkchada Lahey deb olganligi uchun bizmi Lahey deb qo'llanyapmiz. Buni izohlab qo'yay. Laheydagi xalqaro jinoiy ishlar sudiga berilib Birmaning davlat raisi sudga chaqirtirilgan. Bu kishi bu satchilikdan o'zini qochirib, bu Birmaning raisi o'zining o'rniga boshqa amaldorlardan birini avatishni chingtirib, xili talashgan bo'lsa-mu, sud uni davlat raisi sifatida bu jinoyatdimi bosh javobgar deb tunib, sudga cho'qim bosh jinoyatchi kimsa bo'lmaydiganligi aytilgan. Birma ahdnomaga imzo qo'ymagan bir davlat bo'lganligi uchun unimi xalqaro sudga arz qilish mumkin emas. Xalqaro sudmi bu deloga qaramaydi deyilgan. Bu o'xshashliklarga diqqat qilib turinglar. Birmi bu ahdnomaga imzo qo'ymagan bir davlat. Xitoy bilan bir o'xshashlik ega. Bunga diqqat qiling. Birmi davlat raisi sudga bormay qutula oladimi? Hem davlat raisi bo'lganligida katta huquqdorlik martabasi hem ahdnomaga imzo qo'ymaganligi uchun sudga bormasimi bo'lamdi? Qutula olamdi? Ya, qarindoshlar. Agar sudga bormasa, u davlatidan hech yerga chiqmasa qutula oladi. Agar ahdnomaga qo'l qo'ygan 135 davlatning har qanday biriga berib qolsa ish bitadi. Chunki sudga chaqirilsa kelmagan javobgarlar haqida tutish buyrug'i e'lon qiladi. Bu yerlik sudlarga o'xshash. Tutish buyrug'i chiqarilgan bu kishi bir qochqin jinoyatchi sifatida tutqun qilindi. Xuddi shunday. Ahdnomaga qo'l qo'ygan davlatlarmi tutish buyrug'i chiqarilgan jinoyatchi shu davlatda ko'rilgan hamon tutqun qilish majburiyatida bo'lganliklari uchun birmi davlat raisi zikri kechgan 135 davlatning har qanday biriga berib qolsa, u davlat uni qochqin jinoyatchi sifatida tutqun qilib, Laheydagi xalqaro sudga yo'llab beradi. Shuning uchun birmi davlat raisi sudning chaqirishiga bo'ysunib, Laheyga kelib, sudda jinoyatlari uchun javob berishga majbur bo'lgan edi. Birma ahdnomaga qo'l qo'ymagan bo'lsa, bu delo qandaqsiga sud tarafidan qabul qilindi. Birmaning jinoyatida qatlamdan qochqan musulmonlar Bengalga sig'ingan edi. Bengal bu jinoyatning bir uchidagi munosabatlik davlat bo'lib qoldi. Munosabatlik davlat bo'lgan Bengal ahdnomaga qo'l qo'ygan davlat bo'lganligi uchun xuddi taloqqa yo'l tepilgandek birmini sudga berishning yo'li ochilgan. Xitoylarmi ahdnomaga qo'l qo'ymagan davlat. Bu jihatdan Birmaga o'xshash. Lekin Xitoyning insonlikqa qarshi jinoyatlarining ba'zilariga chetishlik davlatlar ahdnomaga qo'l qo'ygan davlatlar bo'lishligi bilan Bengalga o'xshash. Hatto uningdan mubakrak aytlashga uyg'un kiradigan tarzda bo'lganligi uchun mana bu imkonsiz deyilgan ishni mumkin qilgan sabablar borliqqa keldi. Ya'ni Xitoylarning jinoyatlariga bog'lanishi bo'lgan bir davlat Kambodja. Kambodja bir necha yilning oldida Sharq Turkistonlik qochoqlarni Xitoylarga setib etgan davlat bo'lib, Kambodjaning ahdnomaga qo'l qo'ygan davlat bo'lishi bizga bir yo'l sunadi. Yana biri Tojikiston. Xabaringlarda bor, bir yili Tojikistonning qarindoshlarimizni Xitoyga o'tkazib berib, ularning erkinligiga, hayotiga zomin bo'lgan davlat. Shundaqla Tojikistonmi ahdnomaga qo'l qo'ygan davlat. Ko'rib turayotganinglardek, Birmaning jinoyatida Bengal sherik jinoyatchi emas, balki bir qutqazuvchi.
Şundaq bolsa-mı cinayet qurbonlarini qutqizib olish sababi bilan bu voqeaga bog'linishlik shakllangan. Bu bog'linishlik Birmini sotqa berishga yaragan bo'lsa, Tojikiston va Kambodja Xitoyning jinoyatida sherik jinoyatchi bo'lishligi bilan texmi bevosita aloqador bo'lg'achqa, bu deloning sot tarafidan qabul qilinishi tamoman aqlga uyg'un degan yakunga keltirdi. Bu yerda texmi muhim bo'lgani, texmi qiziq bo'lgani, dal Birmini sotqa berib jazolatgan advokatlar bizning ishimizning advokatligini ustiga olganligidir. Ya'ni oldidan bir qitim o'xshash xarakterli bir delo misoli o'tganligi uchun bu jihatda mo'l tajribaga ega. Shundaqli biz uchun da'vo ilib boradigan advokatlar guruhining beshi dunyocha donqisi bo'lgan kuchli advokat bo'lishimi xalqimizning ta'liyidir. Advokatlar 80 betlik shikoyatnoma hozirlab sotqa sundi. Advokatlar aylarcha izlanib Xitoyning hatto biz bilmaydigan jinoyatlarini tepib chiqdi. Buning bilan qolmay, vatanimiz Sharq Turkistonning besib olingan zamin ekanligini isbotlaydigan ba'zi faktlarni tepib chiqdi. Xalqaro kechirim tashkiloti 2002-yil tarqatgan bir broshyurada 1949-yil Kommunist Xitoy istilasi Sharq Turkistondagi Xitoylarning nüfus nisbati 2% ekanligi qayd qilingan edi. Advokatlar tepib chiqqan Stalinning Mao bilan yozishgan xatlarida tilga olingan mazmunlar bu nuqtani quvvatlaydi. Stalin xatda Mao Sharq Turkistonni darhol ishg'ol qilishga kuch ko'rsatdi va ogohlantirib, Sharq Turkistondagi Xitoylarning 5% kimi yetmaydiganligini, bu holda bu zaminni tutib turish yoki territoriyam deb iddao qilishning ta'sirligini, şunu derhal işgal qilib Xitoy nüfusini en az 30% ga chiqarishning zarurligini aytgan. Bundan boshqa Xitoylar ilib borgan qatliamlarning, Xitoylarning o'zlari tarafidan e'tirof qilingan intayin ishonchli dalillar chiqilgan. Bu qatim jinoiy ishlar sotiga berilgan jallod boshlarining ismligi tuvandikcha: Xi Jinping, Qin Chuangu, Zhu Hailun, Sharq Turkistondagi Muavin partiya sekretari, Shohrat Zokir, bu ismlikda bir qism qo'rchoq amaldorlar bor, g'olchi amaldorlar. Buningda nima uchun konillari yo'q degan savol chiqishi mumkin. Bu xalqaro sud ahdnomasi imzo yo'lga qo'yilgan yilning berisida xizmat qilganlar bu jinoyat javobgarlikka tortilishi belgilangan. Shunga uningdan burun xizmat qilganlar va uningdan burun xizmatdan ayrilib bo'lganlar bu shikoyatga kirgizilmaydi ekan. Shunga bu kona reislar bu tizimlikda yo'q. Shohrat Zokir, Hu Jintao, Zhou Keji bu saqchi ministri, Meng Jianzhou Markaziy qonun komitetining sekretari, Qin Wenqing amallik ministri, bu amallik ministri bilisizlar, bu fuqaroviy istixborotning boshlig'i deyiladi. Yu Chuan Markaziy komitet sekretariatining sekretari va birlik saf boshlig'i. Wang Lechuan sobiq Sharq Turkistondagi tajovuzchi hukumat partiya sekretari. Ablat Abdurshid, İsmail Tilvaldi, Nur Bekri, Jiang Chunshan, Nivigo, Qijun va Sun Jonglun. Bular muavin partiya sekretarlari Sharq Turkistondagi. Jiang Chengli 2002-dan 2005gacha ishlab chiqarish qurilish armiyasining qo'mondoni. Hua Shifei 2006-dan 2011gacha bo'lgan
ishlab chiqarish qurilish armiyasining qo'mondoni. Liu Xinchi 2011dan 2017gacha bo'lgan qo'mondon. Peng Jiaro 2017dan hozirgacha qo'mondon va atalmış avtonom rayonning muavir raisi, shundaqla Birlashma Frontning 5'i, ya'ni harbiy istixborotning. Wang Wei 2005dan 2013gacha, Chen Jinsen 2013dan 2016gacha, Shavkat Imin 2016dan hozirgacha. Bular siyosiy qonun komitetining 5'i bo'lganlar. Jiang Xiuming 2005dan 2006gacha, Shun Guanggu 2011dan 2016gacha. Bular vatanimizdagi tajovuzchi armiyaning boshliqlari. General Shu Qiliang sobiq qo'mondon, G'arbiy rayonga mas'ul bo'lgan qo'mondon. Bu G'arbiy rayon asosligi Sharq Turkiston va Tibetni o'z ichiga oladi. General Zhao Zongchi hozirgi qo'mondon, shu G'arbiy rayonning hozirgi qo'mondoni. General Liu Li bu shu rayonning komissari. General-leytenant Liu Wanglun vatanimizda turishliq tajovuzchi armiyaning qo'mondoni. General Li Wei vatanimizda turishliq tajovuzchi armiyaning komissari. General-mayor Liu Lin Sharq Turkistondagi Janubiy harbiy rayonning qo'mondoni. Qarindoshlar, ba'zilar bu ishni suyuqlantirish urinishida bo'layotganligini, ahamiyatsiz ko'rsatish urinishlarida bo'layotganligini, qasddan diqqatlarni chalg'itmoqchi bo'layotganligini ko'rib turibsizlar. Bu haqda vicdanınız bilan kengashib qaror verishingizni, baho berishingizni va bir nuqtaga kelishingizni umid qilamiz. Ba'zilar intayin kulkili holda Birlashmiş Millatlar Tashkilotiga xat yozish shumligini ko'tarib chiqdi. Baldum emas, kiyim emas, dal mush chaqda buni ko'tarib chiqish orqali hamma odam xo'junjut degan vaziyat yaratib, Nasriddin Apandimning xo'junjut deganliklar tepsini yodingizga olsangiz tushunasiz buni. Jimi odam xo'junjut degandek vaziyat yaratib, Xitoylarning sudga berilganligidek buyuk bir ishni odatdagi ish qatorida ko'rsatish, diqqatni chalg'itish, sürgünde hükümetinin obro'y qazanib ketishining oldini olish, xalqning bir mo'ma atrofiga uyushib ketishining oldini olish urinishlarida bo'lishmoqda. Shundaqla bizning iqtisodiy jihatdagi ojizligimizni, dunyocha donliq advokatlarning talablarini qandog'idek imkonimizning yo'qligini bilgachga, bizni xalqning yordamidan mahrum qilish uchunmi harakatlar boshlatildi. Bu tejimallarning suiqasdlik so'z harakatlaridan alohida hushyor bo'lishinglarni umid qilaman. Qarshimizda intayin cho'ng dushman borligini, bu dushmanning iqtisodiy kuchini har vaqt aqlimizda tutishimizga to'g'ri keladi. Shundaqla advokatlarning biz bilan hech qanday qondoshlik, tuqqanlik munosabati yo'qligini, dunyoning manfaat ustiga qurilganligini, ijtimoiy munosabatlarning manfaatlar munosabati ekanligini nazarda tutganimizda, bu qatimqi ishning iqtisodiy yuki haqiqatan hal qilg'uch omil ekanligini ko'rib olamiz. Aslida bu qatimqi axborot e'lon qilish yig'ini Hollandiyaning Lahay shahrida bir yerda o'tkazilmoqchi va Barin inqilobining xotir kuniga udullanmoqchi bo'lgan edi. Keyin Xitoy virusi sababli kechiktirildi. Kasallikning tezorida yaxshilanmaydiganligi ma'lum bo'lgandan keyin buni yanama kechiktirishning ba'zi dushmanlik va to'salg'uliqlarga fursat bo'lib qolmasligi uchun Urumchi qatlamining xotir kuniga to'g'rilab bitirish qaror qilindi. Ve Baş Minister Salih Xudoyor, muavin Cumhur Reis Abdulla Nur Hollandiyaga qarab yo'lga chiqqan edi. Naytafski, her ikkisi Hollandiyaga kirgizilmaganligi uchun kasal sababidan yerim yo'ldan qaytarildi. Mana bu ziyonnimi o'ylab beqinglar, qarindoshlar. Shimoliy Amerikadan Yevropaga qancha pulga bilet ağını olganligini o'ylab beqinglar. Mana shunday qilib yig'in ikki yerga bo'linib, tor orqali birlashtirilgan yig'in bo'ldi. Lahayga Sharq Turkiston surgundi hukumatiga vakolatan Shveysariyada turishliq ichki ishlar ministerimiz Nurahmat Qurban kelib qatnashdi.
Washingtondagisiga men va Ablatnur bordik. Ko'rguninglardek bu ishning davdusi go'yo bir axborot to'lqini yaratdi. Dunyoning barliq cho'ng matbuotlari buni xabar qildi. Delo sotqa faqat qonuniy prinsiplarga tushadigan jinoyatlarni asos qilib berilgan bo'lsa-mu, ya'ni Tojikistondan va Kambodjadan qaytarilganlar asosida. Endi Xitoylarning jinoyatlariga oid video ko'rinishlari, shohidliklar, ovoz hujjatlari. Buningda cho'qim haqiqiy ism va adres ishlatilmasa, sud imzosiz xat tipidagi narsalarni pokis sifatida qabul qilmaydi, qarindoshlar. Rasm basma hujjatlar qatorliq Xitoyning jinoyatiga oid barliq uchurlarni ta'minlab, sudni Xitoyga qarshi dalillar bilan ko'mib o'tishimiz kerak. Oldingi chaqiriqimdan keyin qarindoshlarning inkoslarida iqtisodiy yordamlarni yo'llaydigan manzil haqida savollar bor edi. Buni nazarda tutib, men mazkur videoning ostiga hukumatning rasmiy to'rbetining ulanishini, Milliy Uyg'unish harakatining to'rbet ulanishini qo'yib qo'yaman. Ulanishlardan kirgandan keyin shu yerdan PayPal, IONI knopkasini va yoki banki hisob nomerini topa olasizlar. Bundan boshqa aqliy jihatdan, odam kuchi jihatdan hukumat bilan hamkorlashishni xohlaydiganlar uchunmi yaqinda bir iltimos jadvali taqdirlandi. Shu orqali biz bilan bir maqsad yo'liga qadam qo'ysangiz bo'ladi. Hamkorlashganlarga, anglaganlarga rahmat. Allah'ın rahmeti emmanglarning ustida bo'lsin. Xayr xo'sh, Allohga emanet.